Mava halva bek o'xshabdi jumu. Musha halvaning gipi chiqsa qaranglar. Yigitim menga әппәген Elvining sompisi isim kep qoladi qaranglar. O'zinglar bilsizlar, mening yigitim O, nima bo'ldi jinim? Sal baldirg'a bu ishqa. Bebinur o'rnidan dasturib hojatxonga yuguraydi. Jimiko bilan Beolem fursatdan foydalanib, ishchi teshida moslashib, zanjirni qo'liga tushirib oladi. Hey şanlar. Zanjir qani? Vaytang nima zanjir? Siz Shabima? Men shu. Zanjirning yutganligini bayqagan muallimlar butkul marikaz olni qamallab bir-birlab tekshirishga boshlaydi. Vayzaliya bo'lsa, fursatdan foydalanib, zanjirni parchalab, qizlarga tarqitib, so'rindan ap qochib ketadi. Ambargul bo'lsa, yenidagi saxta zanjirni chiqarib, ipib olgan odam qiyofatida Boanga topshirib beradi. Ziyofat oxirlashib, zanjirni munosabatli xodimlar tekshirib elish jarayonida zanjirning saxta ekanligini bayqab, qattiq cho'chib ketadi. Hamda o'zining bo'shansi borligini o'ylab, ko'ngli yana xotirjam bo'lib qoladi. Bu chaqda Jimiko boshchiligidagi 7 qiz o'zining yaratgan shalliq natijasini tabriklay deb turishiga Bebinur to'satdan minib kirdi. Shabi deb chaqasi rost Shabi deb qolganma. Hammanglardan o'ta qoqchimu men. Bebinur o'zining bu planga qatnashganligini aytadi. Hamda bular bilan pulni tang bo'lishib, ishning oxirini o'zining jimiqtirganligini aytadi. Bo'lapti. Qanday qilamiz endi? Qarshilimiz sepimizga qo'shilganingizga. Asli bu setni 7 yatov deydigandim. Endi 8 setan o'zgartirgan bo'ldik-da. Atsi Shabi Jimikoning burunqi yigiti Shokrat Shoylini izlab bordi. Yaqindan yoqi ko'nglim yerim. Toza parakanda. Shuni sizni izlab kelib qart o'ynaylikmi demoqchidim. Oy, nima o'ynaymiz? Qar xotin o'ynamdi. Oy, mayliga men oqqara deb ayirib yurmayman. Tirvassangiz yomon uraytmajimi? Mayliga. Voy, boshlab ketdikmi? Bu ikkaylan kecha-kecha Karolni matqiga jup qilib o'ynab, qartning yeng uslubini yoritib o'tadi. Atsi atdigini Shabi o'g'irliqchi zangmalni Shokrat Shoylining yanchug'iga selib qo'yib, osta qechib ketadi. Soqchilar bo'lsa, Shokrat Shoylini jinoyat gumondori qatorida tutib qoladi. 8 satan birlikda o'zining muvaffaqiyat qozonganligini tabriklashga boshlaydi. Hey qizlar! Joningdan qo'rqma. Boshqasi yo'qmi? Qo'rsqing to'qma, pul topqing yo'qmi? Biz o'zimizga mushu 4 savolni kunda qo'yib, oxiri uzluksiz tirish orqali murodimizga yetdik. Lekin endi 8 odamga bir zanjir oz kelamiki? Kim deydi sizga bir zanjir deb? Jimiko Bingshangni ichishi bilan hamma odam hayron qoldi. Bunchalik ko'p zibizinnat zodi nadin keldi? Jimiko zodi qandoq yilin hayron ishlatdi? Filmning tafsilotiga qiziqsangiz, Undidarda meni qetib, kino satamsiz deb so'rab yurmay, o'zingiz bir yerlardan tepib ko'rishingizni umid qilaman.